Xitoyning Tokluk avtomobil ishlab chiqaruvchi şirketi BYD Türkiye'de qurishni planlagan zavodning qurilish qadamini vaqtliq to'xtatdi. BYDning birinchi tanlashi Vengriyadagi ishlab chiqarish zavodi bo'lib, Yevropada ikkinchi zavod qurish uchun joy izlashni davomlashtirmoqda. Bu albatta Türkiye uchun mutaxassislar 1 milyard dollar mablag' sanmoqchi bu yerda. Naydi nurg'un 5 mingga yaqin kishini ishga o'rlashtiramiz bu deb buni o'tirib qo'ygandi. Bundaq bir cinayetlerge to'lgan ağızki mecburi emgek meselesi olsun, insanların qiyni bedeliga, masumlarning qiyni bedeliga ishlab chiqarilgan bundaq bir qo'li qonga bo'yalgan şirketning bu yerdan ketishimi albatta Türkiye uchun xayrlik bo'lg'isi. Bu haqda nurg'un so'zlar deyilyapti hozirmi. Tayvan muavin tashqi ishlar ministri Wu Zhijong Tayvan aralının Xitay tarafından besivelinişinin Washington'dan Tokyo'ga sozulduğan zərbi dulqını payda qıldığanlığını, Tayvan intayin yaman ahvalga düşüp qalğanda G'arb dünyasının o'xshash ahvalga duch keldiğanlığını ta'kidledi. Albatta xabarning tafsiloti nurg'un masalalar bor bu reportaj, yani bu suhbatda nurg'un masalalar, mayli Yevropa bo'lsin, hamma dunyoninki bu chip o'zak masalasida qanchalik Tayvanga muhtoj ekanligini, Xitoyning bu yerdagi yomon niyatini Tayvanga masala bo'lsa, qanday oqibatlarning kelib chiqadiganligini tafsili o'ttirib qo'ygan. Eng muhim mevzusi bu.